Oldagi Akbar akamizning fermerskisini Yevropaning Fransiya, Polsha, Germaniya degan davlatlaridan 5 ta turistlar Akbar akamizga paxta terishmaya kelibdi. Keling birga ko'ramiz. Mana mehmonlar bizlardan qarshiga kelgan ekan, boshimiz osmonga yetdi. Charchab bergan vaqtda hammasini harmasini aytdi. Ularning ham yo'llari bo'lsin, sayohatlari bexatar bo'lsin. Thank you. Best regard for you and for your family. Respect you, my friends. Thank you. Have a good trip. Hey yo, what's up guys? Salomlar. 2025-yilning 29-sentyabr kuni Akbar akamiz Yevropadan 2 mashinadan fermerskisini yordamchilarni chaqirdi. Qarang, buni qara Captiva'da ko'rib turganingizdek, Yevropaning 3 ta davlatidan 5 ta odamlar Akbar akamizga armasini aytmoqqa otizini ko'makka kelishibdi. Men Akbar akamizning yoniga kelgan vaqtimda fermerlarning hayoti, ish faoliyati, paxta yig'inlari haqida Akbar akamiz turistlarga imo-ishora bilan ma'lumot berib turgan ekan. Bu turistlar Akbar akamizning fermerskisini yo paxtalarini emas, Akbar akamizning o'zini, hayotini, so'zlash qobiliyatlarini dim beyish ketdi va Akbar akamizga bir maslahat va yonidan bir sovg'a berib ketdi. Qanday maslahat va qanday sovg'a deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni yozib yuboring, albatta o'qiyman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.